Assalomu alaykum hammaga. Denza B5 bu katta bahaybat mashinamizni nima uchun olib keldingizlar desalaringiz, mana shu tog' toshlarga chiqadigan akalarimiz so'ragani uchun, katta mashina haydayman degani uchun. Akalar, bu sraz aytaman, bu ramli off-road mashina, shaharda ham, shahardan tashqarida ham yuradi. Shu go'dasiga bu ham 8 sekundda chiqadi. O'zida ajoyib 1.8 lik zaryadka chiqadi. 7 kilovatlik zaryadkasi chiqadi. Mana zapaskasi bor. Bular ham DMO D+P podveskalari bilan jihozlangan. Hozir kunda BYD'dagi eng aqlli, dunyo bo'ylab eng aqlli podveska mana shu D+ bo'ladi. Buni BYD'ning o'zi ishlab chiqargan. Bu mashinamiz 5 kishilik. Salonda rangini ham ko'rishingiz mumkin. Kayfiyni qilib qo'ygan, takoy ko'zga yoqadi, приятный Develet kolonkalari. Orqada ham joy ko'p, o'zida parogi bor. Parlakotnik bor. Isitish, sovutish, USB Type-C portlariga ega. Расходi 7 ta 8 ta. Faqat 95 qo'ysa motor turbirованный. 680 ta ot kuchi bor. Bu mashinamiz gidravlический podveska bo'lgan hisobiga bu ham ko'tariladi, tushadi. Eshikni yopsangiz, men sizga ko'rsatib beraman ko'tarilishini. Mana bu qaranglar. Mana bu o'ynaydi. Xolisi oldiga, xolisi orqaga. Ba'da ochadigan bo'lsangiz, o'zini xolodilnigiga ega. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Tanka qilib qo'yganda, bu tanka turishi. Bosganingizda ham mazza qilasiz, приятный. Nima desam ekan? Shunchalik samolyotga ketayotganingizni tasavvur qilasizmi? Давайте. Agar umringizda bir marta bo'lsa ham samolyot haydagan bo'lsangiz, xuddi shuni mazasini olasiz bu mashina haydaganingizdan keyin. Ko'rnyapmanmi? Tayyorlangan. Mana shu gapiryapman o'zi, давайте. Gapiring. Agar biron marta bir samolyot haydagan bo'lsangiz, buni olganingizdan keyin samolyot haydaganday bo'lasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 775 million so'm. Kelsangiz, test drive'imiz bor. Bunga ham 4 ta balon, 1 yil davomida garantiyasi bor. Broneplyonka qilib beramiz. Olib chiqish ketishingizdan oldin setka qo'yib beramiz. 4 ta polk qo'yib beramiz. Salonni ichiga bagajnikka qo'yib beramiz. Garantiyaga sizga keladigan bo'lsak, mashinamizning garantiyasi batareykasiga 8 yil, 150 ming kilometr, elektronikasiga 200 ming kilometr yoki 8 yil bo'ladi. Nima deyman? Mashinani kelib ko'ringlar, haydab ko'ringlar, test drive'imiz bor. Agar kela olmaydigan bo'lsangiz, bizni salonimizga telefon qilasiz. Agar salonimizdan uyingiz 50 kilometr uzoqlikda bo'ladigan bo'lsa, uyingizga olib boramiz mashinani, test drive haydab ko'rasiz. Nima deyman? Mashinada multirul, head-up display bor. Panorama tom bor. Bular ochiladi. Prosta panorama emas. Mana ochilyapti. Ikkita old sidinasida massaj bor, abduf bor, abagrev bor, head-up display bor. Ikkita охлажденияsi bilan беспроводный zaryadkamiz bor. Keyin sizga motorni ko'rsataman. Motor qismiga keladigan bo'lsak, bunda 1,5 litrlik turbina joylashgan. Ikkita elektromotor 680 ta ot kuchini beradi. 8 sekund 100 ga chiqa olasiz. Bu degani o'zini segmentida o'zini konkurentlarini mashina yeb qo'yadi, ichib qo'yadi. Tog' toshlarga ketaverasiz. Bunda tanki razvorot bor, mashina joyida aylanadi, turgan joyida. Videoga bitta like bosing, obuna bo'lib qo'ying. Hamma yangiliklar Xudo xolasa manda, Ilyosda, BYD Sergelida, BYD, Denza Ilyosda. Hozirgi kunda Denza Ilyos bo'lganman. Negativchi bo'lsangiz like bosmang.